O'g'lim gapni indalosiga o'tsam 20 ga ham kirding. Sen to'yingni qilish kerak. Nima plan, nima gap, nima so'z? Men plan qilib qo'yganman dadajon. Biza qarochi jo'ralarim bilan 20 kishi toqqa chiqamiz. Kelin dugonalar 20 kishi toqqa chiqadi. Mazza qilib chang'il uchib, videolar, syomkalar qilamiz. Merimi qilamiz tog'da dada. Redmi deydimi? Meremi deyapti. Keyin dadajon to'yimdan oldin men qarochi jo'ralarimga 40 ta qizil kostyum tiktiraman. O'zim o'rtada qora kostyum deb o'ylaman. Mana mokrasol kostyum turibdimi? Turibdi. Keyin dadajon to'yimizga Munisa Rizayeva aytaylik, to'yni yomon qiladi. Sekin asta, sevgisiman yuragim xasta, ketmanda asta. Keyin dadajon to'yga syomka aytamizki, vertolyotlarda tepadan olib keladi, biz pastdan ketaveramiz. Ikkita yo'lda sidikonchilar yugurib ketaveradi. Orqadan kameralar chiqib rasmlar bo'ladi. Sartarosh gaplashdim. 200 dollar deydi. Dollar, kali bor o'sha pulmi shunaqa? Dollar. Arzonroq gaplashdim yaxshi ham. 200 dollarga sochim oldiramanki, to'yimiz chiroyli o'tadi. Keyin dadajon oxirida kelin buni chiqib ketib paytimiz bulishi o'tadi. 40 ta keyin san'atkorlar bizani, raqqosalar bizani mashinaga olib chiqadi. Keyin men o'zim shaxsiy mashinamni kelin uyga olib ketaman. Mashina qayerdan olasiz, o'g'lim? Uni ham gaplashib qo'yganman. Dada, Suis Sergeli avtosalonida xohlagan mashinani boshlang'ich 25% to'lov qilib xarid qilsa bo'ladi. Yaxshi. Dada, bularning bonuslari ham bor. Polik, parok, tonirovka, million xil bonuslari bor, dada. Zo'r. Bu yoqda gap bor. Labbay. Yo, menga qaragin, qaysi pulingni olmoqchisan? Tog'dan tushmas qor bo'ling, dadam. Yo, men tog'dan tushmasligim faqat Merimiga yetadi. Bu yoqqa Munisa Rizayeva bu yoqqa dronlar yo, unga yo ishlar. Dadajon, men katta gapirib qo'yganman jo'ralarga.